Assalomu alaykum muhtaram mehmonlar, qadrli davramiz ishtirokchilari. Shaxsan siz va bizni diydorlashtirish baxtiga muyassar etgan kechamizni ajoyib qahramonlari, kelin va kuyovlarimiz davramiz markaziga kelish arafasida iltimos qilamiz. O'rindiqlardan tik turgan holatda gulduros olqishlar bilan davramiz markaziga kelin va kuyolarimizni kutib olamiz. Qani gulduros olqishinglar, to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Demak, kichkina tanaffusdan so'ng davom ettiramiz. Davramiz markaziga duogo'ylarimizni chorlaymiz. Cheksiz hurmatlar bilan mana shu Nosirovlar oilasini hurmat qilib kelgan ajoyib inson, ustozimiz desak bo'la bo'lmaydi. O'kirash mahalla fuqarolar yig'ini faoli davramiz markaziga chiroyli duogo'yimizni chorlaymiz.
Inobat obajonimiz davramiz markaziga yaqinroq kelishingizni iltimos qilib so'raymiz. Chiroyli duolar, ajoyib imkoniyatlar bilan to'yimizni ochib boshlab bersangiz biz mohir va mahoratli operator akalarimiz qolaversa, jonli va professional ijodkorlar bilan davom ettiramiz. Assalomu alaykum, sizga ham to'ylar muborak bo'lsin, marhamat. Mana yoningizda go'zal kelinchak. Sochlari shalola, qoshlari hilol. Barcha ikingizga boqar havaslar. Chin dildan tilashib, sog'lik, baxtiqbol. Men sizga tiladim oppoq tog'larni, tiladim sevgining oltin taxtini. Shu xumor ko'zlaridan oqmasin hech yosh. Tilayman ikki dunyo saodatini. Avvalambor assalomu alaykum davra qatnashchilari. Assalomu alaykum. Mana shu yerda Nosirovlar xonadonini hurmat qilib kelgan aziz aka-ukalar. Assalomu alaykum. Mana shu yerda dilbar bo'lib o'tirgan aziz opa-singillar, onajonlar, aziz kishilar. Bugun O'krach mahallasida yana bir shodiyona, chiroyli oilalaridan bo'lmish opajonim Hiron opamning, pochcham Abdukil pochchamlarning xonadonida katta shodiyona. Ularning mana shu oxirgi o'g'illari mana Rustamjonning bugun baxt kechasi. Men mana shu badiiy sahnadan turib, avvalambor mana shu to'y sohibalarini chin yurakdan muborakbod etaman. Qolaversa, pochcham mana yonimizda o'tiribdi. Opamni, barcha qarindosh urug'larini, yaqinlarimizni, qolaversa, beshkapalik aziz xudojonlarimizni bugun 2 yoshning baxtli kunlari bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Kelinimiz beshkapalik Botir akamizning qizlari, ajoyib insonlar. Nasib opa bilan mana shu Botir akamizning qizlari Yasmina oy hamda bizni jiyanimiz, ko'rkamli, chiroyli kuyovimiz Rustamjon mana qarshimizda turibdi. Men barcha to'y sohibalarini, pochchamni, opamni, qarindosh urug'lar, Suhrobjon, Rustamjon, seni bugun baxtli kunlaring bilan Sultonmurodjonni, qolaversa mana bu yerda o'tirgan amma xolalarni barchasini bugungi shodiyona bilan qutlar ekanman. Ilohim, mana shu qarshingizda turgan farzandlarni baxti kamolini ko'rish opajon sizlarga bir umr nasib etsin. Qarshimizda turgan ikkala yosh Rustamjon hamda Yasminaoy, bugun qurayotgan oilalaring muborak bo'lsin. Oila muqaddas dargoh. Mana shunday muqaddas dargohni avaylab asrab, bugundan mana qutlug' qadamlaringni qo'yar ekansizlar. Ilohim, mana shu yo'lda sizlarga yaxshi kayfiyat, yaxshi yo'llarni tilayman. Omadlarni tilayman. Ilohim, sizlarga baxtdan koshona, muhabbatdan sadoqat tilayman. Rustamjonimiz mana 59-maktabning ajoyib insonlaridan, o'qituvchilaridan, o'ziga yarasha izzat, obro'si bor insonlardan. Mana kelinimiz ham hozircha talaba, u kishi ham mana shu 59-maktabga nasib bo'lsa qadam ranjida qilib, bizni farzandlarimizga ta'lim tarbiya beradi degan umiddamiz. Ilohim, mana shu yoshlarimiz qo'sha qarisin. O'krach mahallasining ko'zga ko'ringan yaxshi xonadonlaridan biri bo'lib qolishini Allohdan so'rab qolaman. Ota-onalaring sizlarni faqat yaxshi kunlaringni ko'rsin. Biz ham shularning orqasidan amma-yu xola-yu tog'alar hamisha xursand bo'lib yuraylik azizlar. Barchangizga to'ylar muborak bo'lsin. Yaxshi kayfiyat bilan 2 yoshni baxtli kechasini chiroyli o'tkazamiz degan umiddamiz azizlar. Bugun sizlarning xizmatlaringizda mana qo'shni Jag'alvoyli qishlog'idan tashrif buyurgan Latifjon o'z guruhi bilan, qolaversa davra boshlovchisi Sindorjon bugun bizning xizmatimizda. U kishilarga yaxshi kayfiyat, qolaversa kuch-quvvat tilib davramizni ochiq deb e'lon qilamiz azizlar. Chiroyli qarsaklaringiz sadosi ostida. Bahorning gullari sizga guldasta, qalbimning nurlari sizga payvasta. 100 yil yashagin, yana bir chorak. Bugun to'y
to'ylaringiz bo'lsin muborak deb davrani ochiq deb e'lon qilib, navbatni mana Sindorjaga beramiz. Davom ettiramiz. Marhamat Sindorja. Bugun boshlovchi ham kerak emas ekan. Rahmat ustoz, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Bejizga davramiz markaziga taklif qilmagan ekanman. Sog' bo'ling, xonadoningizda yaxshi kunlar bo'lsin. To'yimizni to ibtidosidan imtihonigacha davramiz markazida bo'lishingizdan iltimos qilib so'raymiz. Siz bilan a'lo kayfiyatlarda to'yimizni davom ettiramiz. Aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, qadrli davramiz ishtirokchilari, endi esa diqqat qilasizlar, quloq berasizlar. Bugungi fayzli va chiroyli shodiyonamizda, oqshomimizda qanday va qay holatda o'tishi sizning chiroyli kayfiyatingizga bog'liq. Malol kelmasa, kelin va kuyovlarimizdan chinakam baxtlari uchun bitta chiroyli tarzda qo'llar bo'sh bo'lsa agar, urgutchasiga qarsaylarni qarsillatib urib qo'ysanglar. Rahmat, umringlar uzoq bo'lsin. Mana shunday a'lo kayfiyatni ushlab turasizlar. Biz esa yuqori tabassum bilan to'yimizni davom ettiramiz. Hayotning ziynati sevib-sevilish insonga atodan azaliy meros. Bu dunyodan hech kim o'tmasin, yolg'iz tanholik birgina yaratganga xos. Kimga nasib etsa gar solih hayot, Tangridan yaxshilik yetgunicha so'z. Bu dunyo ishlari g'alvali bozor, har kim o'z juftligidan bir o'ziga ko'sa. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Tinch osoyishta qadrli Jannat makon O'zbekistonimizda aziz insonlar. Assalomu alaykum, duogo'y jannati muhtaram hojonaxonlar, qadrli otaxonlar, munis mo'tabar opajonlar, qadrli opa-singillar, mana shu onga bag'ri butunlikda, tinchlik, xotirjamlikda, sog'lik, salomatlikda yetkazganiga mehribon Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Eslatib o'tamiz, bugun 2022-yil iyul oyining 25-sanasi, haftaning fayzli dushanba kuni Urgut tumanida Dovruq qozonib kelayotgan bahovat va tarovati o'zgacha dizaynsiz aziz insonlarga sifatli sovg'atlarni bajonidil keltirib berishga yordam beradigan Akram ota bazmlar, to'ylar, tantanali saroyda shirin diydor ko'rishib turibmiz. Demak, mehrli ko'zlar bilan bir-birimizga boqib yaratgan Allohimga hamd va sanolar aytishimizga sababchi bo'lgan kechamizni ajoyib qahramonlari, qirol va qirolichalar desak bo'lmaydi. Nosirovlar oilasining jondan suygan farzandlari keltiramiz Rustamjon. Bu kishilarning bugundan boshqa umr yo'ldoshlari Yasminaxonlarning chiroyli oqshomlarida diydor ko'rishib turibmiz. Ijozatlaringiz ila dastlabki chiroyli tabriklarimizni kelin va kuyovlarimiz tomon yo'llab o'tishga ijozat bergaysizlar. Rustamjon, Yasminaxon, bugungi fayzli shodiyona to'ylar muborak bo'lsin, ko'z tegmasin. Bir-birlaringizga juda ham mossizlar so'zinglar, bir-birlaringizga mos bo'lsin. Oila saltanat sarhadlariga qo'yadigan dastlabki ilk qutlug' qadamlar muborak bo'lsin. Yashirib nima qildik biz sizga bugun? Havas ko'zi ila boqamiz. Kelajakda barcha mehmon mezbonlarimiz guvohliklari ostida niyat qilamiz, duo qilamiz. Shirindan shakar farzandlarning otasi onasi bo'lingiz deymiz. Haqiqiy sevgini oxiri nikoh, davomi baxt, ustuni mehr, kulgusi esa farzand bo'lsin. Baxtlilar bardavom bo'lsin, baxtlilarga hech qachon ko'z tegmasin. Mehrli qo'llar, tutashgan dillar bir-biridan hech qachon ayro bo'lmasin. Kelin-kuyovlarimiz so'zimiz va to'yimiz avvalda ta'kidlab o'tamiz. O'zlaringiz uchun biriktirilgan oqlikka va poklikka burgangan taqdirlaringizga bajonidil o'tirib borishlaringizni iltimos qilib so'raymiz. Aziz mehmonlar, to'y davomida a'lo kayfiyat, yoqimli ishtaqa hamrohingiz bo'lsin. Shaxsan xonadon egalari, to'y sohiblari, kelin va kuyovlarimiz uchun jondan suygan aziz insonlari, dadajonlari, ejonlari, Abduvakil mulla bobomizga, Ra'no onajonimizga, Botir akimizga, Nasiba onajonimizga bugungi chiroyli oqshom farzandlarini chiroyli shodiyonasi bilan tabrik va muborakbod etamiz. Akram ota vazirlar maskani ma'muriyati qo'li chaqan xizmatkor akalarimiz qolaversa bugungi shodiyonamizni chiroyli tasvirlarga olib turgan 21-asr mo'jizasi juda ham to'g'ri tanlov. Hayotingizni tirik aqsi Elmurod video studiyasining kreativ jamoasiga ham samimiy minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Aziz mehmonlar, bugungi to'yimiz juda ham chiroyli va a'lo kayfiyatlarga boy tarzda o'tadi. Uyingizga ajoyib to'yni, ajoyib misol oqshomini guvohi bo'lib qaytishingiz mumkin. Demak, hurmatli davramiz ishtirokchilari, O'zbekiston Respublikasida chiroyli to'ylar, chiroyli bayramlar nishonlanayotganda karnay surnay sadolarsiz, sozandalarimizsiz, xonandalarimizsiz to'yimiz o'tmaydi. Achamda davramiz markaziga mezbon san'atkorimizni birgalikda chorlaymiz. O'zbek estradasining yorqin vakillarida qatorida keladigan O'zbekiston xalq artistlarining shogirdi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlarning shogirdi, mutlaq jonli ijro sohibi, 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan Urgut xalqining ko'nglidan joy olib kelayotgan ustoz san'atkorimiz alqishlar bilan kutib olamiz. Ulfatbek Xolmirzayev janoblari, kelin va kuyovlarimiz, u kishilarning yaqin insonlari, shaxsan davramiz ishtirokchilari tomon chiroyli raqsbob kuy qo'shiqlarini siz aziz insonlarga armag'on etib mana shu kuy qo'shiqlarni eshitamiz, tinglaymiz. Maroqli xordiq olamiz va raqs maydonchasiga barcha mehmon mezbonlarimiz joningiz uchun bo'ladi.
nigohlaring sarson etmagin, sindan kel bo'lmagin beqo'rqa behush. Mishroq nigohlaring sarson etmagin, sindan kel bo'lmagin beqo'rqa behush.
borib yora yetir. Toshkentdan Xorazmgacha 1300 kilometr. Kabutar maktabimni darrov borib yora yetib. Toshkentdan Xorazmgacha 1300 kilometr. Kabutar maktabimni darrov borib yora yetib. Sana gülüm imana